Mashina podvolga zo'r sharoit qilib qo'yishgan qushlarga. Bismillah. Mashalloh. Mana qushlarga qilingan sharoit. E'tibor beramiz poliga. Xonani haroratini bir xilda ushlab turadigan sistema qilingan. Ham xonani tozalab turadi havosini. Xonaga kirsangiz, приятный, вообще zo'r sharoit. Ko'rib maza qildim. Tomosha qildim, sizlarga ham ilindim. Bu yerda mana bunaqa qafaslarda qilishgan, bu 40-60 Xitoy qafaslar. 150 ming, 160 mingdan sotilayotgan qafaslar. Har bittasiga o'zlariga maxsus gnezo yasab kelganlar. Noyob qushlar o'zi Instagramda profillari bor. Qushlarni zo'rlarini terib qo'yganlar. Mana Spingle babichkalar. Bu yerda ham, mana bu yerda ham juda go'zallar ekan. Spingle babichkalar mana har xillaridan terilgan. Bu yerda mana noyobidan mashalloh. Mana Andurka Texas. Bizda juda kam noyob. Mana bu rangidan bizni topish juda qiyin. Buni ko'ringlar, sifatini tushunadiganlar juda yaxshi biladi. Rang chaplanmagan, hamma yerda ranglari tiniq, yarki. Oldin sap-sariq qanotini ustida o'sha qora naqlari bor, soqollari bor ekan bularning. Mashalloh, deb yozib ketinglar, ko'z tegmasin qushlariga, barakasini bersin. Noyob turlari bular. O'zbekistonda juda kam. Tepadagilar Texaslar. Sariq gold Texas hamda oq Texas. Hozir trenddagi qushlar bular. Ko'z tegmasin. Barakasini bersin. Bolalar yotibdi ekan. Chunki xonani harorati ideal holatda. Mana boqishib, bolalar yotibdi. Qora qanot babichka. O'zi bir-birini boqib bosishib yotibdi. Bular hammasini tuxumi bor ekan. Tuxumi, bolasi bor. Shunaqangi qushxonaga sharoit qilingan, qishin yozin bir xil temperatura qushni bemalol ishlataveradi. Qishin yozin 2 partiya, 3 partiya ishlatgandan keyin bittadan berib yana ishlatilaveradi. Mana qora qanotlari, zo'rlari. Bu yerdan yiliga normalni daromad qilsa bo'ladi. Chunki mana shu qushxonani o'ziga qushlarga 2 ta, 3 ta mashinani puli tiqilgan, 1 yilda 5 tagacha olishi mumkin. Chunki mana bunaqa qushlarni bitta bola chiqarsa ham $100 da. Bir dona bola chiqarib qo'ysa $100. Bunaqadan bular bilasizlar, qush boqadiganlar biladi. 4 ta, 5 ta, birinchi partiyada 4 ta, 5 tadan bola chiqaveradi. Mana Radujnik babichkaning injiq ranglaridan qanaqlari. Mana endi ham turibdi mana. Tamam. Muhammad Amin, bitta sizga zo'r savolda. Siz menga ayting, nima boqsa, qanday chorva boqsa, mana shu qush pulini bera oladi? 1 yilda masalan, hisob-kitob qilib bering. 10 million pulingiz bor. 10 million pulingiz bor. 1 yilda o'sha 10 millionni 40 million qilish kerak. Nima olib boqsa shuna bo'ladi. Oka endi hamma odamni o'ziga qiziqishi bo'ladi. Ba'zi odamlar sog'lig'iga qiziqadi, ba'zilar qushga qiziqadi. Misol qoidadan, moldan daromad qilsa bo'ladi, lekin misol ularga ketadigan mehnat bularga qaraganda katta ancha, rasxodga ham ko'p. Hozirgi kunda ko'pchilik qushlarga qiziqib turibdi, sababi kreativ bir kundan bir mahal donini berib qo'yish bo'ldi. Ortiqcha mehnat talab qilmaydi. Chorvaga beradigan yemini pulga anchaga yetadi. Bir juftga 1,5 million, 2 millionga tushgan bir xildan, 100 mingga tushgan bir xildan. To'g'ri. Lekin qoidadan ko'ra hozirgi kunda endi hamma o'z yo'lini bor. Meni hisobim bo'yicha, misol qaralishi ham haliga oson, daromadi ham ko'proq bo'lib turgan soha shu hozir sohasi bo'lib turibdi. O'zi biznesi. Endi hamma o'zini tushungan narsasi bor. Ba'zi chorvadan, ba'zi qushdan. Demoqchi bo'lganim, hamma o'sha qiziqqan sohasini mahkam qilsa,
uzun ustida ishlasa, hammasidan yaxshi foyda qilsa bo'ladi. To'g'ri. Ana marsiya ham ajoyib chiqdi. Ko'pchilikda aka, Mashalloh. ko'pchilikda pirovozda qushlar ishlayapti, qimmat qush olsam bu bo'ladi deyishsa, sababini qilish kerak, Allohdan so'rash kerak, bo'ladi hammasi. Qora qanot. Joli rangi. Yo'g'ri mutatsiyalar bor. Bularni ham shunda pullar bor. Holatı bilan shu kunlarda o'chib qoladi. Black Face'mi? Ha, makam nar o'ta kam yoplaridan, ranfallo ham o'sha pulli qizildan mutatsiya qilingan. O'zi bu yerda oddiy qush yo'q aka. Men ko'rib chiqdim hammasini. Hamma o'sha mutatsiya yaxshilansin deb qilamiz. Xudo xolasa birinchi partiya qushlar ishlashadi. Bir 40 partiya tuxumda inshaalloh shu kunlarda o'tish boshlaydi o'zi. Bu yo'g'on Black Face pari ham o'tgan. Xudo xolasa maladoga chiqsa yaxshi pul bo'ladi bular ham. Ha, ochishni boshladi. O'sha odamlar o'qib, ko'paytirib, daromad qilishni ham severamiz, chunki oson. Bitta bolalar buluga tushib olsa, yaxshi daromad qilsa bo'ladi bundan. Bundayda, masalan, mana shu qushni $200 oldik deylik. Bu qush eng kami 3 ta bola beradi. Chunki bu bunaqa seleksiya natijasi chiqarilganligi uchun o'zimizni jaydari papugaylardan ko'ra bitta ikkita kamroq bola berishi mumkin. Endi u har xil. Bir xilisa immuniteti zo'r bo'lsa 5-6 ta ham beryapti o'zimizda ham. Lekin mana shu qushni $200 ga oldingiz, jo'jasini $100 dan sotaverasiz. Klient chiqsa. Optim sotmoqchi bo'lsangiz $20 arzon berasiz. O'zi birinchi partiya ishlaganda bolasi puli chiqadi o'zini, ota-onasini. Bu qushga mana shunaqa chiroyli sharoit qilib bersangiz, 1 yilda 4 marta bola olasiz. Bu degani 10 ta, 15 ta bola olasiz. O'zi $1,5 pul ishlayapti mana shu bir jup qushingiz. Lekin endi men $200 qo'y oling yoki mol oling, shuncha pul topmaysiz. Masalan, boqasiz, sotib yuborasiz, o'zi ham yo'q bo'ladi. Ozgina daromad qilishingiz mumkin. Lekin bu qushni bolasini sotasiz, o'zi sizda har doim ishlab turaveradi, bolalab turaveradi. Hozir batafsil hammasini ko'rsatamiz. Bu yerda oddiy papuga yo'q. Bu yoqda hammasi zo'rlari. Ha, bu yoqda ham o'rtacha o'zimiz mesning qushlar. Bu yoqda pirovozda qushlarni tuxumini yo'q suraman, ko'pincha shunda abulib tezlashadi, validor chiqish tezlashadi. Chunki bularga nisbatan bizlar yaxshiroq qaraydi bolalariga. Chiroyli katta qiladi pateriyasiz. Endi bular birinchi ishlaydi qoralar. To'g'ri. Yana bir narsa, bu qushlar tuxum qo'yib, masalan 20 kunda tuxumini qo'yib bo'lsa, 20 kunda ochib chiqadi, 1,5 oyda 40 kun, 45 kunda katta qiladi. Siz vaqtingiz o'zi o'tib ketyapti 2 oy. Masalan, bu partiya tuxum qo'ydimi, prostoylarga olib qo'yasiz, u yana tuxum qo'yaveradi. Shunda 1 yilda masalan o'zi 4 partiya ishlasa, agar tuxumini sursangiz 6 partiyagacha bola olishingiz mumkin. Bolani maqsad ko'proq olish, qushni charchatib qo'ymaslik. Chunki qush qachon bola boqsa charchaydi. Tuxum qo'yib bosib yotganda unchalik energiya yo'qotmaydi, lekin bola boqayotganda ancha yo'qotadi. Bu yerda mana eng hozirgi trenddagi eng noyob ranglar ekan. Don falonida nima edi? Donfallo, Black Face. Ashi o'zimiz Black Face'ni oq ranglisi, ko'zi qizili. Misrda ham, Germaniyada ham, chet davlatlarda ham endi bu qushlar turib rivojlanmoqda. Biroqda, chiroyli ranglar ekan. Keyin Muhammad Amin, chetdan o'zingiz olib kelasiz qushlarni? Ha, chetdan o'zimiz olib kelamiz. Asosan qaydan keladi? Ko'pincha Misr, liniyasi Misr. Misr. Misr, Liviya, Eron shunaqa. Yaxshimi? Biz sharoitga moslashish qanday? Olib kiribdi, so'ng mana olib yurganlar bilishadi. Baholat hali shu kungacha mandan qush olib hech kim jon qilmadi. Yaxshi, ko'pchilikda ishlatdi, holatda marg'ilon yoqalarimiz bor, andijon yoqalarimiz bor. Toshkentda o'g'illarimiz bor, yaxshi-yaxshilardan berganmiz. Kungacha butunlarini oqlab, o'sha foydada yuribdi. Hali 1 yil bo'lmadi o'lishganlariga. Bu yaxshi. Qush sohasi o'zi shunday, oliboq o'zi daromadga kirasiz. Ortiqcha pateriya bo'lmaydi. Ozgina e'tibor talab qiladi boshida boshlanishingizda.
Men aytmoqchi bo'lganim, Misrdan kelgan qushlar qanaqadir biz sharoitga moslashish qiyin bo'lmayaptimi deb so'ramoqchi edim. Qishki mahalda ozgina qiynaldi qishda. Chunki u yoq issiqda. Hozir kundan yaxshi. Lekin qishda ham bir hafta o'zimiz yaxshilab qarab, karantindan chiqib, keyin berib o'tganlarga. Karantindan o'tkazib, karantindan o'tkazib, ishonchli, so'rib parlab qo'ydi. Va xolos bir kunda ko'payib turibdi. Yaxshi. Bunaqa qushlarni oladigan bo'lsangiz, chetdan kelgan bo'lsa, iloji boricha qishda o'sha turgan sharoitini qidirish kerak. Yozda, endi bilasizlar, yozda hamma yerda issiq, moslashib ketaveradi. Ular chiroyli daromad olaman degan odam bo'lsa, oldin birinchi sharoitni zo'r qilish kerak. To'ppa-to'g'ri, agar mana shu temani, mana shu qush boqish biznesini boshlamoqchi bo'lsangiz, avvalo birinchi o'rinda sharoit. Chunki men o'zim 10 yildan o'tdi qush boqishni boshlaganimga, YouTube'ga ham videolarni qo'yganman rosa. 2018-yildan boshlaganmiz shu videoga olib, YouTube'larda rivojlantirishdi. Endi asosiy kanalimiz hozir yopilib ketib qoldi. Shunda ham aytib o'tganman, eng asosiysi sharoit qushga. Chunki chet elda bilsalaring, Pokistonda, Misrda ularda doim bir xil ob-havoda qishi yozi qish bo'lmaydi. Temperatura bir xilda turganligi uchun ular bizdan ko'ra ko'proq bola oladi qushdan. Ko'proq daromad qiladi, bolani ko'proq oladi. Bizda mavsumlar almashishi bor, kuzda kuz tez ketib qolishi bor, bahor cho'zilib ketishi bor. Shuni hisobiga qishin yozin bir xilda temperatura qidiradigan sharoit qidirishingiz kerak. Qishin yozi mana shu hozir turgan joyimiz salqin, juda zo'r ob-havo bo'lyapti bu yerda. Qishda ham masalan mana shu ana bu sistema isitib beradi. Havoni keyin shunchaki isitish emas, havoni tortib tozalab sirkulyatsiya qilib turadi. Shunaqa sharoit qilsangiz, qushlardan ko'proq foyda olasiz, ko'proq bola olasiz. Qilgan rasxotingizni 1 yilga qolmasdan chiqarib olaverasiz. Hozir bu yerda ortiqcha bir narsalar qurilmagan, podvalga joy qilingan, lekin joyda ham maromiga yetkazib juda chiroyli qilib qo'yishgan. Qushlar maza qilyapti. Hozir kelib ko'rdim, qushlarni tomosha qildim. Birorta bir kasal bo'lib, shumshaygan qush yo'q. Hammasi dikib harakat qilib yotishibdi. Yana bitta obunachilarimizga bir foydali ma'lumot bo'lishligi uchun bitta donani berib turgan oziqangizni tushuntirib o'ting. Chunki hamma har xil boqadi-da. Endi masalan mana bunaqa noyob qushlarni bir ratsion qilib olsak, shunda obunachilar ham qiynalmaydi. Bitta ko'raylik, nima borligini. Donda 3 xil tarig'i bor. Qora, oq tara, qizil tara, ofitsianga bor, simechkan chaqilgani bor. Keyin mana yaxshi ko'rim deydi va rangli vitaminli narsa shu bor. Shu 6 xil narsa bor. Bola boqgan qushga hammasiga ular me'yorda qildirilgan bu donni. Keyin unga tavsiya har safar har xil don bermaslik kerak. Bir safar mashaqa don berib, bu don tugagandan keyin yarım don o'tib bo'lganda ham ichini o'zgartiradi. Bitta biladi. Endi bitta retsept bo'lib, pasyan o'lsa dondan berish kerak. O'shandan berish kerak, bir xilda davom etish kerak. To'g'ri. Bu don tugab, buni aytishni boshqa don bersam, bitta bildiradi, ichini. Bitta bildiradi. Yak ko'rimlardan qo'shimcha oziqa nima berilyapti? Masalan, bola boqayotgan qushlarga vitaminlar, dori olganmiz, nekton vitaminlari bular. Yaxshi effekt berishdi, chunki mana joyimizda quyosh yo'q, quyosh kuchiga beradigan, qulovda o'sani qaytini rivojlantirib beradigan 7 xil nektardan foydalanish. Bu birinchisi. Keyingisi yaxshilashtirib o'tganmiz. Qumni suvda qaynatiladi. Pishiradigan narsa bor. Pishiradigan suvda turib aralashtirib, qumni qiriladi. Maktilab nima qilayotganman, rejim asosida 1 kilo o'shaga salatga mana bu qo'shimcha mana kalsium plus nektar keyin misali aralashtirib qo'shimchasiga haftada 3 marta berib turibman. Shu eng zo'r effekt beradigan narsa shu. Ichini ham surmay, boshqa ham qilmadi.
bular hozir qo'shimcha vitamin bilan mana shu qo'shimcha mineral. Oldin ham bir video qilib ko'rsatgandim, tushuntirgandim. Qushlarga mineral berish kerak, chunki bular tabiatda hali har xil tosh. Yana bitta ma'lumot bo'lgan. Har bitta qafasga o'zimiz oddiy turpoqdan olinadigan kichkina kesak o'z har bitta qafasga. Kesak, haligi yalama tuz, shunaqalarda ham foydasi bor. Ashyan kattalarga beradi, o'zimizda maxsus kasblar bilan anaqilardan bo'lamiz, bo'rilardan yer guvoh bo'ldi. Dengizga u ko'changizdan o'zimiz tabiiy kesak, har xil tabiatda bo'ladigan narsadan qo'yib chiqilsa, yanada yaxshi bo'ladi. Qumlar bo'stonlariga hammasiga. Bo'rlar lohatdan tayyorlangan bo'r. Mana bu ham o'sishni boshlabdi. Mashalloh. O'zi mana qushxonangizni bitirganingizga o'zi bir oycha bo'lgandi, adashmasam, Instagramda ko'rdim. Ha, biroz. O'sha paytda uyga kelgansiz, o'sha ochishni boshlagan. Ha, biroz bo'ldi. Ha, qushlar joyga olib tushib, joylab, gnezdolgansiz, o'zi ochishni boshladi. Demak, o'zi masalan siz ham mana shunaqa sharoit qilib bersangiz, olasiz, 15 kunda o'zi qushlar ishlashni, tuxumlashni boshlaydi. Yaxshi tushunish kerak. Shu sohada daromad olishligingiz uchun jo'g'lansa, sizni qo'lingizga qarab bo'ladi, vaqtida to'lovni berish kerak, tushunish kerak. Shuni kirdingiz, bitta qushni ko'rib turib, qayerda bo'lganini bitta bilishingiz kerak. Keyingina yaxshi daromad olsa bo'ladi. Buni hamisha qimmat tutib qo'yib qo'ysam, daromadlarga manda qo'yib qo'ysam bo'lmaydi. Bu o'zgarish mashaqqati bor, materiallar bo'ladi, har narsalar bo'ladi, jo'g'lansa chiroyli bo'lib, joylab, talabada qilsangizgina yaxshilab joylaysiz. Bu ortiqcha mehnat, ortiqcha e'tibor talab qilinmaydi. Shuna kirib, men doim aytaman, qushga nazorat qilish kerak. Masalan, mana qush turibdi, kelib qushga qaramasdan don suvini berib ketsangiz bilmaysiz. Qushni o'ziga bunday e'tibor berib qarasangiz, qush har kungina passivroq turgan bo'lsa, demak nimadir bor bunda. Yaxshilab e'tibor berish kerak. Ko'pchilik bee'tibor qoladi qush boqayotganlar. Masalan, har kuni kirasiz, har kuni qushingizga qaraysiz, lekin e'tiborsizsiz. Siz qushni holatini nazorat qila olmaysiz. Masalan, mana shu yerda ko'rsataman, mana qushlar zo'r turibdi, mana bu qushimiz sal passivroq turibdi. Bu narsa xarakter o'zi shunaqa. Ya'ni u yo'qdagi naram shunaqa. Ana tika turadi. Mana endi misol uchun aytib o'tmoqchiman, mana shunaqa passiv turgan qushni oldiga borib kuzatish kerak ozgina. Men kechagina kuzatdim, kirib, naridan sraz ajratdim. Bu jicha ichtirilib qoldi. Bundan o'zi ayaratsiylardi. Mana axlatlaridan o'zi ko'rishingiz mumkin. Ko'kimtil, suyulib qolgan. Mana qo'nib turibdi o'zi. Masalan, mana qushlardagi bilan farqi bor axlatida ham, mana ko'ring. U yomon, bu ortiqcha e'tibor emas. Shuni qarasangiz bo'ldi bilinadi uni muammosi. Jipidan ajratish kerak, kerakli yo'llarni berish kerak. 3 kundan olgan eng yomoni shu. 2 kun, 3 kun qaror qolib ketsa, shu 3 kundan holatda sraz ketadi. Niyatlarga sraz o'tib ketadi. Yo'q, evda bo'lmaydi. Yo'q bo'ladi. Shu ketsa ham yaxshi emas, ketgan bo'lsa pastdan kontrol qilish kerak. Qushlarga ko'z tegmasin. Agar mana shu sohani, mana shu qush boqish biznesini noldan o'rganib, shuni boshlayman deganlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysa, har kuni shunaqa foydali qushlar temasida yaxshi ma'lumotlar chiqadi. Bundan buyog'iga har kuni mana shunaqa birodarlarimiznikiga borib, qushxonalarni, sharoitlarni, boqilish tartiblari, davolash shular haqida video qilib boramiz. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Instagramda ham aktiv bo'lyapmiz. Har kuni video chiqyapti. Instagramimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar.